O'g'lim, xotiningni ham o'lganiga mana 1 yil bo'ldi. Qizing ham qachon onam keladilar deb holi jonimga qo'ymayaptilar. Endi uylanishing kerak, bolam. Oyi, shu gaplarni qo'ying. Begona ona kelib qizimga baribir onalik qila olmaydi. Men ketdim ishga. Ruqiya, senga bu unchalarni kim olib bergan? Oyim olib berganlar. Agar seni ham oyim bo'lganda, senga ham olib berardi oyim. Samira qizim, bu yoqqa keling. Labbi adajon. Ona qizim, men ishga ketaman. Yaxshi o'tiring, xo'pmi? Adajon, meni oyimni qachon olib kelasiz? Yaqinda olib kelaman oyingni, xo'p, ona qizim? Bo'pti, aqlli qiz bo'ling. Assalomu alaykum. O'rtoq, va alaykum assalom. Tuzukmisan? Rahmat, qalaysan o'zing? Rahmat, o'rtoq. Menga qara. Jonga tegmadimi, o'rtoq? Shu ayoling o'tgandan beri Mamitni oning ko'cha sipirali, boshqa bo'ladi. Hammaga chiqib dardlarini aytib, o'g'lim uylantirishim kerak deb, endi xotin o'ldi degani hayot to'xtadi degani emas, o'rtoq. Bunday bir harakat qilib, yaxshisini topib uylansin-chi. Seni ham to'yingni ko'rib, rohatingni ko'rsinlar, ona. Shu narsa odamni yomon o'ylantirib qo'yapti. Keladigan kelin qizimni o'z qizidek qabul qilarmikan? Onamni qo'llaridan ishini olarmikan? Xullas, boshim qotib qoldi. Bizlar ham peshonamizga yozilgani bordir. Gaplashamiz. Chiq, choy poy qilaman. Tinch bo'lgan. Assalomu alaykum onajon. Muqaddas, xabaringiz bordir. Ayolim 1 yil bo'ldi olamdan o'tganiga. Ayolimdan bitta yodgorlik bo'lib qizim qolgan. O'sha qizim har doim onasini so'raydi. Onasini so'ragan paytda qizim onang uzoqqa ketgan, yaqinda keladi deb ko'p marotaba qaytaramiz. O'sha qizimga onalik qilib ona mehrini bera olasizmi? Mayli, uydagilar nima deysa shu. Kevring. Qizim? Adajon. Voy ona qizim. Men bilan kelgan ayolni tanidingizmi? Kim bu odam? Qizim? Bu sizni oyingiz bo'ladilar. Oyijon. Jonim. Sizlar bo'lmasa o'tirib turinglar, men magazinga tunayga juda qilib kelaman, xo'pmi? Jonim qizim, meni sog'indingizmi meni? Men sizni sog'inmasligingizni bilaman. Adam baxtli bo'lishlari uchun bizni onam deb qabul qilaman, mayli.